yana bir mavzuga to'xtalamiz. Bu yerda onaxon ko'p turganlardek kredit haqida gapirib chiqqan. Kambag'allikdan chiqish deydi. Kambag'al yerga kirib ketyapti, faqat kreditga ketyapti. Umri. Shumi kambag'allikdan chiqish? Hech kim bizlarga hech qanday yordam ko'rsatmaydi. Biza qayerga borgani ham kelimda tekshirib, qanday yashab, qanday so'raydigan insonlar bormikin? Bizni prezidentimiz yangi qaror chiqardi. Kambag'allikni qisqartirish subsidiya chiqdi. Prezidentimiz aytdiki, subsidiya beringlar. Xalqqa subsidiya 5 million, 6 million kam ta'minlanganlarga dedi. Lekin nima qildi? Kerak bo'lsa borku, puli bor odamlar ham subsidiya oldi. Biz faqat kommentariyalarni yig'ilmaylik. Radarlarning narxi oshdi. Ha? Limitni kommentariyada yozasizlar. Limitni narxini kamaytirsin. Chiqaylik axir. Prezident o'zi aytdiki, mana shu gaplari haqida gapirib chiqinglar. Ayni haqiqatni gapirib chiqinglar. 10 ta gapidan 9 ta gapi to'g'ri bo'lib chiqyapti xalqda dedi. Biz o'zbeklarning bitimiz borda, och qorndan tinch qulog'im. Qachongacha mana shunaqa qilib yashaymiz? Xalqni obod qilsak, mana shu O'zbekiston gullab yashnaydi. Bor haqiqatlarni prezidentga biz chiqarishimiz kerak. Prezident to'g'ri qaror qabul qilyapti, lekin yon atrofdagilar bizni o'ylamayapti. Abdulla Muxtor Ali zo'r gapirganda, dalbayobning ma'nosi bu ongi past. Bu domlami yo fahshga yetaklovchimi? Xitoylar haqida gapir dedi. Xitoylar haqida gapiryapti. Men nima deyman Xitoylar haqida deyapti. Men nima deya olaman Xitoylar haqida deyapti. Bu domlami bu yo kim bu? Yo vatan xoinimi? Mana shu videoni maksimalli tarqatinglar, yana bir bor aytyapman. Menga podpishka beringlar, podpiskaga bosinglar. Birgalikda yondashaylik, xalq faqat kommentariyada emas, mana real hayotda ham birlashaylik. Shu gapni yo'q. Faqat shu. Podpishka